Assalomu alaykum. YouTube kanalida bizni faol kuzatayotgan obunachilar 1-aprel sanasida mana giloslarimizni Xudo xolasa kuzga tayyor bo'lgandi. Parvarish qilyapmiz. Mana har qanaqa birinchi bo'lib yovvoyga beradi. Ko'chat tayyorlayotganda mana shu yovvoylarni tushirib, mana pindi bo'ladi. Avgust oyi 20larida solingan pindi bo'ladi. Mana yovvoylarni olib tashlaymiz. Madanisini qo'yamiz mana. Ko'rib turibsizlar. Mana shu holatda ko'chatda aylanadi. Bu kuchli o'suvchiga o'zini changlatadigan navlar paymant qilsa, mevani kalibrini o'ta yirik qilib beradi. Maxima 14, VSL 45, o'zimizni sariq, sap-sariq diagana jo'lti, u ham kuchli o'suvchiga kiradi. O'shunga paymant qilganmiz mana kuchli o'suvchiga. Xudo xolasa bugundan mana ablonka ishlarini davom etkazyapmiz mana. O'sha yovvoyi o'sib ketgan mana, rasa butaygan bo'lib, birinchi bo'lib har qanaqa narsa yovvoyisiga beradi. Endi pindiyni o'stiramiz, ana pindiylarimiz. Xudo xolasa zo'r ko'kashlari. Ag'dan nok, o'rik hamma ko'chatdan satimi. Kimga qanaqa mevali ko'chatlar kerak bo'lsa, Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatinglar. Mana ularimiz nok hisoblanadi. Dilafsiz nok degani shu bo'ladi. Ana ko'p do'stlar, bu yovvoyisini tushirish kerak mana. Yovvoyisini tushirmasa bu o'smaydi. Mana bu yovvoyisi mana avgustda solingan pindi bo'ladi. Mana holatlari pichoqchada bo'lsa yana ham zo'r bo'ladi. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Videolarimizga bittadan like bosishdan chiqmasin, tanishlarga borib qo'yasizlar. Podpisatsiya bo'lganlar podpisatsiya qilib qo'yinglar.